Mana xudo xolasa keyingi obyektimizni tugatib olganmiz. Bu obyektimiz Shahrisabz shahriga bo'ladi. Xudo xolasa bu obyektimizga 10 kilovatli Ongret tizimida ishlaydigan quyosh elektr stansiyasini xudo xolasa qurib bitkazib berdik. Panellarni Jenko 625 ishlatganmiz. Xudo xolasa invertorlarni esa Auxol brendiga mansub invertor ishlatganmiz 30 kilovatlik. Xudo xolasa panellarni ko'rsatdik. Hop bu tomonga 20 kilovatlik panellarni joylashtirganmiz bir qator qilib, bu tomonga esa 10 kilovatlik panellarni joylashtirganmiz. Xudo xolasa shitimizda ham ko'rasizlar, himoya vositalarini Auxol brendiga mansub invertor ishlatganmiz, o'sha Germaniya texnologiyasi. Shitimizni esa ko'rsatamiz. Xudo xolasa ozmoz kamchilik bor. Undan keyincha hop biz avtomat ishlatganmiz 2 polisli, undan keyin predafat ishlatganmiz va o'zib ishlatganmiz o'sha zazimleniya uchun, chaqmoq va boshqa favqulodda vaziyatlar uchun. Va 4 polisli avtomat qo'yganmiz asosiy pekani uchun, azriq pekimiz uchun va bunga ham o'zib ishlatganmiz zazimleniya uchun. Xudo xolasa kakologiya zazimleniyalari bilan bo'lgan. Kabellarimiz esa 1 ga 6 o'sha spesialni quyosh paneli uchun chiqqan kabellar bo'ladi. O'sha 130-140 gradusgacha yonmaydigan kabellardan bo'ladi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli xizmat kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol o'zingizga aloqaga chiqsanglar, ishlaringiz chiroyli bitkazib beraman.